Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Do'konimizga dimoxodning ventilyatorlarimizdan yetib kelgan ko'rishlaringiz mumkin. Ayoqli variantidan hamda mana bunaqa ayoqsiz variantlardan yetib kelgan. Hasanboy akam shu haqida to'liq ma'lumot berib aytib o'tib ketadi. Aka, bularning motorlari, atmutkalari nima bo'ladi? Bularda atmutkalarimiz bo'ladi. Foizimiz. Narx-navolari qanchadan boshlanadi aka? Narxlari endi 500 mingdan boshlanadi. Kichkinasi 500 ming, 250 vattligi bo'ladi, motori kichkinarog'i bo'ladi. 370 vati bor, 550, 750, 1,5 kilovatgacha bor. Bu dimoxodlarimizni nimaga qo'yadi aka? Qanaqa ishlarga, qanaqa joylarga qo'yadi? Mana kichkinalarni oshxonaga qo'ysa bo'ladi. Kichkina joylarga qo'ysa bo'ladi, ustaxonalarga, tovuqxonalarga qo'ysa bo'ladi, mana kattalarini. Tovuqxonalarga. Bular mana oyoqli variantlari. Uyga qo'ysa ham bo'laverar ekan buni. Bo'ladi. Buni legirovkalari bor. Оборотini pastlatib, kuchaytirib ishlatsa bo'ladi. Atmutkalarimiz bulardiki. Atmutkalar 100% mis bo'ladi. Kimga shunaqa dimoxodning ventilyatorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mavjud bo'ladi.